Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etipbe. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum. Dilala çöçeklerini yoqtirib anlab kelayotgan umaqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun Dilala hadam bizga qo'ysi çöçekni aytib beradigandu deb qiziqyapsizlar-ku deyman. Undaqda men umaqlarimni taqozo qilmay-a? Sizlarga bugun Italiya çöçki to'shqanning tug'ilgan kunini aytib beray. Italiya çöçki to'shqanning tug'ilgan kuni. Qadimki zamonda bir bo'dak to'shqanchaq bo'lgan ekan. Yil o'tib, uning tug'ilgan kuni yetib keldi. Shu kuni uning bir navr oq ukalari, bir navr och singillari, shiram oq uka, och singillar bo'lib, jami 10 aylan uning tug'ilgan kunini tabriklikli kelmoqchi bo'ldi. Buncha ko'p mehmonning kelishi to'shqanchaqning onasini g'amga selib qo'yibdi. Albatta shundoq bo'ldi-da. Chunki bu uyda kang tasha tomoqcho'si bo'lgan bilan buncha ko'p mehmonga yetgudak o'rindiq, qochqo'mish degandek narsalar yo'q ekan. Amda qandoq qilguliq? Voy xudoyim-ay, nemancha tanliq qilish bu? 10 mehmonni qandoq kutimiz? Narsa keraklar yetishmasa qandoq qilamiz? Dabdu to'shqan ana to'shqanchaqqa. To'shqanchaq beshini qo'shlig'icha birdam o'ylanib turib qoldi. Ondan ko'zlarini chimchiqlatibdi-da, bir og'izmi gap qilmay sirtqa yugurib chiqib ketibdi. U eyiq onaninkiga berib, "Eyiq ona, bugun tug'ilgan kunim edi. Mehmonlar kelmoqchi, o'rindiqlaringizni berib tursangiz bo'pti-ekan," debdi. "Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, to'shqanchaq," debdi eyiq ona kulib. "Sanga-chi, gun o'rindiq berib turay-a?" To'shqanchaq xush bo'lib ketibdi. U eyiq onaga takrar rahmat aytibdi va sakrab to'xlig'icha uning uyidan chiqibdi. Endi u Mush xonimning uyiga beribdi. Mush xonim, bugun tug'ilgan kunim edi. Mehmonlar kelmoqchi, taqsiringizni berib tursangiz bo'pti-ekan," debdi u. "Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, to'shqanchaq," debdi Mush xonim kulib. "Sana 10 taqsi berib turay-a?" To'shqanchaq uningga rahmat aytibdi va uydan chiqib Poqaninkiga yugurib beribdi. Poqa oilasidagilar choy ichayotgan ekan. Poqa hada, bugun tug'ilgan kunim edi. Mehmonlar kelmoqchi, chinoringizni berib tursangiz bo'pti-ekan," debdi to'shqanchaq. "Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, to'shqanchaq," debdi Poqa ana qizg'inlik bilan. "Uydagilar chayni ichib bo'lsin, anda san 10 chini berib turay." Shunday qilib, piyolning ishimi bitibdi. To'shqanchaq amdi stakan va ori vilklarning oriyatga olmoqchi bo'libdi. Kirpa oilasidagilar azaldan to'limi mehmon do'st ekan. Ular to'shqanchaqqa 10 stakanni oriyatga berib turmoqchi bo'libdi. Lekin kechrak opirib beralaymiz debdi. "Biz stakanlarni qog'oz bilan obdan o'rib yetaylik. Shunday qilsak, ular sunib ketmaydi," debdi. Qunduz oilasidagilar to'shqanchaqning nahayda qizg'in kutib olibdi. Qunduzchaq to'shqanchaqqa, "Xotirjam bo'l do'stim, ori vilklarni vaqtida opirib beraman," debdi. Shunday qilib, to'shqanchaq hamma tayyorlikni taqilib qo'yibdi. U mehmonlarning yo'liga qarab o'tirganida bir telegrammani topshirib olibdi. Uni kelmoqchi bo'lgan mehmonlar avatgan bo'lib, uningda hammasining zuqom bo'lib qolganligi, shu tufayli uning tug'ilgan kunini tabrikligilib bora olmaydiganligi aytilgan ekan. "Ma'u qamlashmagan ishni ko'mamdigan," debdi to'shqan ana xo'rsinib. "Qo'shni qo'limlar nima desak shuni oriyatga berib, bir muncha avor bo'lib ketdi. Hay, amdilikda." "Opa, biz poqa okukularni, oslonni, iyiq oksingillarni, yana qunduzchaq va kirpichonni taklif qilaylik. Bunda qilsak, ularga minnatdorligimizni bildiralaymiz," debdi to'shqanchaq. "Voy jinim balam, voy mening aqlliq balam,"
Dəbdi to'shqan ana xo'shalliqda to'shqanchaqni bag'riga besib. Ajab yaxshi deding, shundoq qilayli ha? Darvaqa, to'shqanchaqning tug'ilgan kunini tabriklash ziyofatiga qo'shni qulumlarning ballar qatnashibdi. Hammaylar shundoq ko'ngillik o'ynabdi. Yana deqi, ular eng yaqin do'stlardan bo'lib qoldi. Kichik do'stlar, o'maqlarim, to'shqanchaqning qudum qo'shlari bay mehmondo'stkan ham shunchalik matgan-a? Biz beshiga kun tushganda yordam qila oladigan do'stni haqiqiy do'st deymiz. Shunga bizmi to'shqanchaqning qulum qo'shlarining, do'stlarining bu esil xislatlarini o'zimizga ulgu qilib, boshqalar yordamga muhtoj bo'lganda yordam bera oladigan mehmondo'st, mard, esil xislatlik bola bo'laylik-jimi? Men ishonamanki, mening o'maqlarim cho'qim qila oladi. Kech bo'lib ketibdi, amis bugun baldur uxlanglar. Atumush vaqtda Dilala Undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.